Adolat mana bu nima manamdaqaga gashobga pirsat qildim. Bu yana o'sib boshlab qara, ana o'sib ketdi yana. Yana chekkalariga endi buton qilish boshlaydi skoro, наверно. Mana buni fialkani bu yoqqa ekdim. Unga ekdim. Agar senga kerak bo'lsa, qachon dadang bilan borsak, olib borib beramiz. Mana bu murayondek katta bo'lyapti mana ekkanim donagidan. Agar kerak bo'lsa. Mana bu ham meva solyapti, yana gul chiqaryapti. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Hozir senga yana ko'rsataman. Fialkani qayerqa ekdim yana. Mana bu yaxshi zo'r. Gap yo'q bunga. Ularni yuvdim, tozaladim, o'rka qildim. Oynalarni yuvdim. Charchab qoldim desalaring shu. Mana qayera. Mana endi fialkaga senga kirsa bu fialka ekanimdek qilib 3 taga pirsat qildim. Ham gullarim gullayapti. Kera. Tak. Mana bu bitta, ikkita, 3 ta yana ko'qligana bor. Shuncha bo'lib ketdi desang shu. Adolat. Kerak bo'lsa senga beray fialka. Olib boraman agar qashqadaryoga borsak. Hali ko'qnaga ham bor. Yaman ko'p ekan u. Ko'payib ketayotgan fialka ekan. Adolat. Bu yoqqa bunday qilib yana qo'ydik obratni. Zuhro, farog'at hammaga. Mana bu podsvet bo'ldi. Kamda bu svetroq, hayzatda podsvet bo'ldi. Ha, mana bu skranton yana buzildi. Bugun ergash bilan Lariyaga boramiz. Lariyaga. Mana bu yoqqa yana fialka. Mana balachasi yana bu yoqqa ekib qo'ydim. Kim qancha bo'lib ketdi desang, fialkasi ham balalab ketayotgan yaxshi nima ekan. Deb o'ylayman. Bir ko'p bijvat qilib ketadi bu ham. Shunaqa gaplar desalaring shu. Uningdan uydagilarni ham pirsatga qildim.